Davom etamiz. Mamlakatimizda aholi farovonligini oshirish, bandlikni ta'minlash va mahallalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan islohotlar davom ettirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanidagi Palvash mahallasi ham ana shunday yangilanishlar amalga oshirilayotgan hududlardan biri. Bu yerda yaratilgan sharoitlar, amalga oshirilayotgan ishlar va mahalla ahlining fikrlari bilan muxbirimiz Muxtar Umbetov tanishdi. Hozirgi vaqtda biz Beruniy tumanidagi Palvash mahallasidamiz va mazkur mahalla og'ir mahalla toifasiga kiritilgan. Bugungi kunda esa mahallani mazkur og'ir toifa mahallasidan chiqarish, shuningdek rivojlantirish maqsadida respublika byudjetidan 2 milliard so'm, mahalliy byudjetdan esa 1 milliard so'm mablag' ajratilgan. 400 metr asfalt yotqizildi bugungi kunda. Bu yerda mahallamizda 400 ga yaqin xonadonlardan, bulardan maktabga, bozorlarga borish qiyin edi. Hozirgi kunda mana asfaltlangan sharoitlar yaratildi. Az burada aholimiz xursand. Bu yoqda tadbirkorlarimizni rivojlantiryapmiz. Xudo xolasa tadbirkorlar bo'yicha ham meslarimiz qo'yildi. Mahallada yashovchi Madiyar Seyitnazarovning xonadoniga kelsangiz, yam-yashil maydonlarni ko'rib ko'zingiz quvonadi. U 2020-yildan buyon ko'chachilik bilan shug'ullanadi. Shu orqali oilasiga daromad kiritib, qo'shni fuqarolarning ham bandligini ta'minlamoqda. Bu esa o'z o'rnida mahallada kambag'allikdan farovonlik sari tamoyilning amalda ekanligining yorqin isboti. Ko'chatini boshda Farg'onadan olib kelganmiz. Endi hozir 2 yil bo'ldi, o'zimiz yetishtirib, o'zimizdan chiqardik. Gul archa bilan shug'ullanamiz oilaviy. Bu archani o'zimizning iqlim sharoitida issiq ham, sovuq ham chidaydi. Qiyin emas. Buni 50 santimetrdan ekib qo'yibmiz. 2 yilda tayyor bo'ladi. Bu archani bahorda, kuzda Nukusga olib ketadilar. Xorazm, Yelliqqala hamma rayondan olib ketadilar. Daromadi yaxshi. Ya'ni shu narsadan shug'ullanib boshqa ish yo'q. Chorvachilik bilan shug'ullanamiz shu narsa. Shundan bolalarni uylantirdik, mashina oldik, joylar sanib turibdi. Mahallamiz mana bir tumanimizda bir chekka qishlog'ida bo'lsa ham, shu hozir mana xalqimiz hammasi xursand, zo'r bo'layapti, mana soatlar zo'r bo'layapti. Saqligimizda ham 35 yilligini, xudo xolasa mana sentabr kelyapti. Bu bizlarni mahallamizga sovg'a deb qabul qilamiz buni. Albatta guvohi bo'lganingizdek, bugungi islohotlar, imkoniyatlar palvashliklarning turmushida ham yaqqol sezilayapti. Bu esa ularning turmush tarzining yaxshilanishiga asos bo'lib, daromad manbaini yaratmoqda. Muxtor Umbetov, Zamon informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan maxsus.